Siz shu bir marta hayotingizda shuni aytsangiz, Alloh taolo qiyomat kunida malaikalar ham hisobiga yetmaydigan bu ajrni beradi. Bu nima duo ekan? Bu tilimizga yengil duo. Allohumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika va li azim sultonik. Mana shuni ko'p ayting. Allohga qasam, siz mana shu xonadonimga kelganlik uchun aytaylik, men banda Allohning bir faqir quli. Mana shuni qancha ko'p aytsam illa Alloh beryapti. Qachon och qolsam shunda aytsam Robbim to'ydiradi. Qachon muhtoj bo'lib qolsam, muhtojligimda aytsam Alloh taolo behojat qiladi. Qachon bir ish so'rasam, qachon bir amal so'rasam, qachon bir kitobimda bir muvaffaqiyatni so'rasam, imtihonlarimda bir zafarlar so'rasam, ilmimda yanada mutaqaddimlardan bo'lishni so'rasam, nimaiki dunyoni barakotini so'rasam, sajdada mana shuni so'rayman, illa Alloh qalbimni xotirjam qiladi.